Bunaqa uyni aniq ko'rmagansiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimizda 4 xona 2 kvadratli xonadon haqida bitta suhbatlashib sayohat qilamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like, paypchasi bosh esdan chiqib qolmasin. Biz qisqacha obzor qilib beraman. Sizlar o'tirib olib, ozgincha videomizni ko'rishni taklif qilaman. Kelinglar, bu joydan boshlaymiz. Bu xonadonimizda 4 xona 4 ta sanuzuldan iborat 2 kvadratdan tashkil qiladi. Kirishimiz mana shundan boshlanadi. Lokatsiyani hamma joyni tushuntirib beraman oxirida. Kirishimizda kattagina shkaf uyimizda shunaqangi ko'p, juda ko'p. Oshxonamiz yoqsa bitta lashna bosib qo'yinglar, kelinglar. Oshxonamni ko'ryapsizlarmi? Juda ham keng, kattagina qilingan. Mana bular hammasi 10 kis tosh bo'yapti-ku. Mana bularga ahamiyat bering, qarang. Ovqatga ayollarimiz qiynalmasligi uchun bulargacha ahamiyat berib o'tilganda bor-ku. Bu yoqda texnikalarimiz hammasi bo'sh. Bu yoqda ikkitali xolodilnigimiz bor, bu ham bo'sh azizlar. Oshxonaning o'zining balkoni bor. Patologimiz ham 3 metrdan baland. Bu общий mehmonlar uchun sanuzul qilingan. Bu yoqda sushkasi bor, istralkasi bor, bo'sh qo'yilgan u ham juda ham zo'r qilingan. Faqat kelinglar, mana zalimizni bitta ma'nosini e'tibor bering. Eshigini kattaligini ko'rasizlarmi? Koridorni ko'ryapsizlar kengligini. Endi zalimizni bitta ko'ramiz boshqatdan. Yo'qsa addushi like bosib qo'yinglar. Qarang, kattaligini qarang. Mazza yashagin keladi. Hammasi juda ham sifatli, firmenli stol stullar qilingan bu joyga. Televizorimizda Samsung polностью krashni mebellar, pardalarimizgacha juda ham sifatli qilingan. Bu joyda o'tiradigan shunaqangi komfortni his qiladi. Mehmoningiz kelganda ham o'zini juda ham komfort his qiladi. Mana bularni endi ahamiyat berasizmi? Qarang, har xil buriladiganlari bor. Kelinglar, boshqa uylarni bitta ko'rib chiqamiz. Har bitta xonani o'zini sanuzuli bilan birgalikda izlar. Bu yana bitta spalnimiz bo'ladi. Polностью shkaf, bular hamma shipondan qilingan. Bu yerda o'zining sanuzuli bor, dushovoy kabinka qilib qo'yishgan. Bu xonamizdagi televizorlar LG qo'yilgan, pardalarimiz ham polni pultda ochilib, yopiladi. Mana ko'rasizlar. Yopilishlari ham. Qo'yayotganingiz pardani yop, yo'g'irdan och bo'lmaydi. Sekin pultda boshqarib qo'yaverasiz. Bular ham matraslari ham juda ham yumshoq. Spalni keng bo'lishi baribir boshqachada, kengligini, kattaligini qarang, maza qilib uxlaganingizda ham. Parketlarimizning hammasi yo'l ishini qilingan, juda ham qimmat turadi bu ham. Juda ham sifatli qilingan. Kelinglar, yana boshqa xonalarni ko'rsatib chiqaman. Bu xonadonimizda shundoqqina Basri Baba restorani bilasizlar-ku, shunday yonginasi joylashgan, Alayskiyda joylashgan bu xonadon. Bu детский xonamizning o'zida sanuzuli bilan birga qarang, детский xonada ham vannalari bor-ku. Mazza bor-ku. Bunaqa uyda imkoni bo'lsa yashashga nima deydi? Polni krashni shkaflar, o'zining mягкий ikkita karavati bor. Bolalar uchun dars qiladigan joylari, oynaga qarab turgan bu yog'i maza krashni shkaflar bu yoqda. Patolog ko'ryapsizlar, baland uyimizda skvoznoy 2 kvadratni tashkil qiladi. Lokatsiya qisqa qilib aytganda juda ham zo'r. Podземной parkovka, dvorimiz yashil maydonlari bor, детский plashatkalari bor. Bu esa yana bitta sanuzulimiz bo'ladi. Har bitta xonada sanuzul dushlari bilan birgalikda izlar. Bu xonamiz ham yana bitta spalnimiz bo'ladi. Mehmonlar, ota-onangiz bo'lsa, ularga berib qo'ysangiz, maza qilib shu joyda duolar qilib dam olishadi. Bu yerda ham o'zining pardasi bor. Akaysichi shundoqqina yonginamizda joylashgan. Lokatsiya juda ham chiroyli joy. Yashaydigan odamlar ham yaxshi, juda ham yaxshi insonlar yashaydi bu rayonimizda. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, azizlar, 465 ming so'rovimiz sunnatiga o'tadigan joylarimiz bor. Shoshilinglar. Bunaqangi kvartira 2 kvadratli, 4 ta sanuzuli bor xonadonlar bunaqa narxda topish qiyin. Hozir korobkalar hisoblasangiz ham bu rayonda 1700-1600 dan korobkani olishingiz mumkin. Lekin bu xonadonimiz bo'lsa 465 ming 2 kvadrat. Shunda bo'laversangiz ham bunaqangi remontga juda ham arzon deb o'ylayman. Yo'qsa kommentariyaga yozinglar, yoqdi, yoqmadi, biz o'zimiz uchun bilib olamiz. Kvartiraga tushunmaydiganlar negativ yozmanglar, iltimos. Avval shunaqa kvartirani remont qilinglar o'zlaring, keyin tushunib olasizlar nimaga bunaqa narxligini. Hammalarni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, kimga nima qilgan bo'lsa, mana oshna og'aynim yoki opa-singillarim shunaqa kvartirada yashasin desangiz, bitta yo'llarga borib qo'ying, niyat qilib, xudo xolasa ularga ham yoki sizga ham, menga ham nasib qoladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, hammalarni yaxshi ko'raman. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalda bunaqa uylarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa yaxshisini qilib beramiz sizlarga. Xayr, omon bo'ling.